Salom do'stlar. Bugungi videomizda qanday qilib tanga olmaslarni ko'p qilishni o'rganamiz. Videoni boshlashdan oldin kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosib ishdan chiqmasin. Qani unda videoni boshladik. Do'stlar, avvalgi videomda qanday qilib akkauntni to'g'ri kuchaytirishni o'rgatib o'tgandim. Mana 2 oylik natija ko'rishlaringiz mumkin. Akkaunt yaxshi kuchaymoqda. Kim u videomni ko'rmagan bo'lsa, bemalol kanalimga o'tib ko'rib olishlaringiz mumkin. Qanday qilib to'g'ri kuchaytirishni o'rgatib o'tganman. Xo'sh, endi tangalarni tanga olmaslarni qanday ko'paytirish bo'yicha endi boshlaymiz. Birinchi navbatda stadionimizni kuchaytirishimiz kerak. Buni stadionimiz maksimal holatga keltirganimizdan keyin bizga stadionning o'zidan 52 ta tanga beradi. Va keyin qolgan o'yinlarni o'ynaganimizda bizga yana bonus tariqasida tangalar berib, video ko'rish orqali yana 200 ta tanga bitta o'yindan bemalol yig'ib olishingiz mumkin. Albatta agar o'zingiz stadioningizda o'ynasangiz. Ko'plar bilmaydi, o'zi qaysi tarafda tursa yoki o'ngdami, chapdami tursa, qaysi biri o'zining stadioni, qaysi biri raqib jamoa stadionini bilmaydi. Mana hozir men chap tarafda turibman. Bu degani men hozir o'zimning stadionda o'ynayman va stadion fullig'i hisobiga 100 ta tanga va reklama orqasidan 200 tanga yig'ib olaman. Xo'sh, endi tangani shu tariqa kuchaytirishlaringiz mumkin. Xo'sh, agar men tanga yig'ish bo'yicha o'rin qo'yib chiqadigan bo'lsam, birinchi o'yinda bo'lganda mana bu divizion o'yinlarini o'ynashingiz kerak, maslahatim. Birinchi o'yinda shu o'yinda o'ynasangiz juda ko'p pul beradi. Ikkinchisida shu o'yinlarni o'ynasangiz, har kuni o'ynab tursangiz, bundan ham bir kunda 150 200 tagacha tanga olishingiz mumkin. Uchinchi o'rin esa bu internetli o'yinlar, live o'yinlar, ya'ni bu uncha ko'p tanga bermaydi. Shunga tanga emas, bu olmos bo'yicha birinchi o'rinda turadi desak ham bu adashmaymiz. Keyin maslahatim, divizion ko'tarmanglar. Agar o'ynasalaring ko'proq divizion katta bo'lsa, mana bu o'yinlarda yutish ehtimollaringiz juda past bo'ladi. Maslahatim, ko'tarmanglar. Agar tangani qanday olmoqchi bo'lsalaring, shu finalda agar yutsalaring, shunda yaxshigina olmos olishlaring mumkin. Video yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib, like bosib, esdan chiqmasin. Kimda kim savollar bo'lsa, bemalol kommentariylarga yozib, savollaringizga javob beraman. Sizlar bilan Dilstorim o'z kanali bo'ldi. Keyingi videoda ko'rishguncha bo'pti.